telefonsiz yashasa bo'ladi degan yana bitta yo'li bor, bolani sportga berish kerak. Qaytarib o'taman, birinchi o'rinda ota-ona o'zi namuna bo'lish kerak. Telefon qaramligi juda ham dolzarb mavzu bo'lib kelyapti, lekin telefonni umuman hayotimizdan hozir olib tashlay olmaymiz. Faqatgina ozgina bo'lsa ham bolani qaramlikdan chiqarish yo'llarini o'ylashimiz kerak. Ya'ni bola telefonga qaram bo'ldi. Bu o'zi bunday olib qaraganda ota-onani aybi. Bizning aybimiz. Sabab bola tug'ilganda texnikani umuman bilmaydi, telefon nimaligini bilmaydi, televizor nimaligini bilmaydi. Lekin biz o'zimiz bolani jim bo'lishi uchun, bola bizga xalaqit qilmasligi uchun o'sha texnikani berib bolani, ya'ni o'rgatamiz o'zimiz. Lekin bolaga tushuntirmaymiz. Buni foydalarini, buni yaxshi taraflarini ko'rsatmasdan shunday jim bo'lish uchun berib qo'yamiz. Bu narsa keyin telefon qaramlikka olib kelyapti. Ya'ni hozir o'yinlar ko'p chiqib ketgan. Farzandlarimiz Roblox degan o'yinni ham o'ynayapti. Bu lekin o'yin menimcha ko'p уже Qozog'istonda ham menimcha taqiqlandi. Sabab bola o'sha telefonga qaram bo'lib qolib, ya'ni bolalarni ham ongini zaharlaydigan insonlar bor u yoqda. Yozishib, gaplashib, endi buni chiqarish kerak. Xo'p, bolani telefondan chiqarish uchun birinchi o'rinda, ya'ni bolaga telefon nima uchun kerakligini, telefonni yaxshi taraflarini, telefondan nima uchun foydalanishimizni ko'rsatishimiz kerak. Va birinchi o'rinda ota-ona bunga namuna bo'lish kerak. Ota-ona uyda faqatgina telefonda o'tirsa, bola bilan gaplashishga vaqt bo'lmasa, bola nima bo'ladi? O'shani ko'radi. Demak, telefon bizani как бы ikkinchi insonimiz. Ya'ni muloqot anaqasi shakllangan. Telefonsiz yashab bo'lmaydi degan narsa уже bolalarda ko'p bolalarimizning miyasida shakllangan. Lekin buni chiqarish yo'li, yana qaytarib o'taman, birinchi o'rinda ota-ona o'zi namuna bo'lish kerak. Ikkinchidan bolani telefonda o'tirishini ozgina vaqtini qisqartirishimiz kerak. Ya'ni birdaniga boladan telefonni olib qo'ya olmaymiz. Bu narsa salbiy oqibatlarga olib keladi. O'shaning uchun telefonni vaqtini qisqartirish kerak. Yana bitta nima qilsa bo'ladi, uyda telefonsiz hudud yaratish kerak. Ya'ni oshxonada yoki bo'lmasa mehmonxonada, bolalarning o'yingohida, o'yin xonasida telefonsiz hudud yaratish kerak. Lekin bu narsaga albatta kattalar ham amal qilish kerak. Yana bitta yo'li bor, bolani sportga berish kerak. Ya'ni suzish eng zo'r foydali jihati juda ham ko'p. Bolani asab tizimini ham tinchlantiradi. Bizning maktabimizda aynan shu yo'l bilan ancha bolalarimiz telefon qaramligidan sekin-sekin chiqishyapti. Ya'ni bola 8:30 dan 5:30gacha maktab hududida bo'ladi. Ularni eshik tagidan telefonini olib qo'yiladi. Telefon olib qo'ygandan keyin o'sha vaqtgacha уже bola telefonsiz o'rgandi. Ya'ni yashashga o'rganyapti telefonsiz ham yashash bo'lar ekan-ku degan narsa paydo bo'lyapti bolalarda. Va bizda albatta basseyn bor. Suzish aytganimdek, bolalarning miya nerv faoliyatiga juda ham foydali suzishimiz bor. Va yana biz ham e'tibor beradigan, uyda ota-ona ham e'tibor beradigan jihati bolalarni o'sha vaqtida samarali qanaqadir bir o'yinlar yoki bo'lmasam bir qanaqadir qiziqarli bir mashg'ulotlar bilan bolani band qilish. Ya'ni bu narsaga ham biz pedagoglar yon bosishimiz kerak va ota-ona birgalikda agar hamkorlikda ishlaydigan bo'lsak, shunda bolalarni telefon qaramligidan chiqishi oson bo'ladi va samarali yo'llar bilan bir-birimizga muloqot ko'nikmasini bolada ham shakllantirib, ya'ni telefonsiz yashasa bo'ladi degan narsani bolada shakllantirib, telefon qaramligidan chiqarsa bo'ladi. Bugungi mavzularimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi mavzularni bola tarbiyasi bo'yicha yoki bo'lmasam bolani bilish jarayonlari bo'yicha qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.